Markazimizga konsalting xizmati bo'yicha navbatdagi murojaat kelib tushdi. Unda yuridik shaxs o'zi tashkil qilayotgan klinikasida travmatologiya va xalq tabobati ixtisosliklari bo'yicha tibbiy faoliyatni yo'lga qo'yish imkoniyatlarini baholab berishni so'ragan. Buning sababi tashkilot tomonidan ijaraga olingan binoda avval boshqa tibbiyot klinikasi faoliyat yuritgan bo'lib, mavjud sharoit va imkoniyatlar aynan o'sha klinikaga mos holda shakllantirilgan. Markazimiz ekspertlari konsalting xizmati doirasida travmatologiya yo'nalishi bo'yicha xonalarni minimal talablarga moslashtirish, funksional zonalarni to'g'ri tashkil etish hamda zarur tibbiy jihozlar va ularni joylashtirish bo'yicha tavsiyalar berdi. Qaysiga foydalanasiz? Ya'ni travmatologga gipsni qo'yadigan, yechadigan xonada ichidagi minimal talab bo'yicha hamma jihozlarni to'ldirishingiz kerak. Xalq tabobati ixtisosligi bo'yicha esa binodagi sharoitlar minimal talablarga javob beradi va ushbu yo'nalishni tezroq ishga tushirish imkoniyati yuqori. Xalq tabobati ham ikki turga bo'linadi. Invaziv, noinvaziv. Invaziv deganda bevosita qon bilan ishlash. Bu igna sanchasiz, qon chiqarasiz, hijama. Men o'zimni shaxsiy klinikamni ochmoqchi bo'lib, shu konsaltingga murojaat qildim. Menga kelib ko'rib berishdi, ochayotgan klinikamni. Bu klinikam to'g'ri keladimi travmatologiya yo'nalishiga ko'rib chiqishdi va xulosaga o'zim keldim. Ya'ni ko'pgina qiladigan ishlarim bo'lganligi sababli bu klinika bilan taxminan 5-6 oy vaqt ketishi kerakligini bilganimdan keyin men fitoterapiya yo'li bilan, ya'ni tabobat yo'li bilan ishlashga qaror berdim. Fitoterapiya, tabobat o'zimni shaxsiy yo'nalishim edim, chunki bu maxsus yo'nalish bo'yicha kamida 8 yildan beri faoliyat ko'rsataman. Biologik faol qo'shimchada, ya'ni o'zimizdan производство bor va biologik faol qo'shimchalarni korreksiya qilib bemorlarni davolab kelaman. Shuning uchun shu yo'nalish bizni klinikamizga to'g'ri kelganligi sababli shu klinikani tabobat yo'li bilan tanlashni konsalting orqali bilib oldim. Ya'ni to'g'ri yo'lni tanlab oldim. Guvoh bo'lganingizdek, ushbu konsalting tadbirkorga o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholash va eng maqbul yo'nalishni tanlashda amaliy yordam berdi.